boshqaning ko'rinishiga qarab baho bermaslik kerak. Biz bilmaymiz. Hajda o'tirganimizda qop-qorangina bir odam keldi, namozga turyapmiz, umraga, hajga borganlar bilasiz, savga odam talashib ketadi. Bir odam u yoqqa kelsa haydashyapti, bu yoqqa kelsa haydayapti, ko'rinishi juda yupun, kiygan kiyimi ham juda bir sodda, shunaqa bir odam, hokisor bir odam turibdi. Men chaqirdim, keling birga sig'ishamiz deb. Arabcha gapirdim. Qora habash arab akalar keldi, birga namozda turdik. Eng katta sohiblaridan, ijozat sohibidan yetim bolalarni qori qiladigan maktabning mudiri ekan. Mahallaga aytganimdan keyin butun bizni oldimizda turganlar uni ziyorat qilaman, rasmga tushaman boshlab ketdi. Oldimizda turganlar uni ziyorat qilaman, rasmga tushaman boshlab ketdi. Qayerdan bilasiz odamni yuziga qarab? Bitta inson edi-ku. Qayerdan bilasiz odamni yuziga qarab?